Bismillah. Yalla habibi, aynan sizlar uchun qip-qizil tarvuzimiz kelgan. Jigarim, yaqinroqdan ki. Hozir qani. Bismillah deymiz. Ko'rishingiz mumkin. Xitoylikka bo'ladi. Olib kelayotgan ejonlar. Xudo xolisa juda ham zo'r bo'ladi mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu turishini ish pul chiqdi. 200 ming so'mdan olib kelay. 200 ming so'mdan Xitoy tarvuzi. Okey, yeb ko'rasizmi desam? Ha, beraman. Yeb ko'ring, okey. Ular yaxshi chiqdi, yomon chiqdi, bilmayman. Kommentariyada Aka bu lekin oppoq chiqmadi bu. oqroq chiqdi, lekin oqishroq chiqdi. Qani, oling, okey. Sindiroq olaman. Qo'y, qani, mana shuni ham oling ichga. Yeb ko'ring. Qanaqa tarvuz, okey? Mazasiga baho bering, faqat to'g'risini ayting. Zo'rmi? Haqiqatan zo'r. Yaxshimi? Maqtashga emas, haqiqatan zo'r. Joningizda sog' bo'lsin. Keyin bizga yana yangi tarvuzimiz kelgan. Jigarki. Hop, buni qattiq so'yamiz. Chep yog'iga. Buni ham sekin kesib qo'ya qolaylik. Jigar, nima qol? Hop, 5 ming tarvuz so'yapman. Hozir nima tarvuz so'yapman? Xudo xolisa Ustasiga farq yo'q. Olmani sen. Kesishlar. tarvuz. Okeylar, keyin ijozat juda ham zo'r bo'ladi. Bugungi sana 28-yanvar, manzil Yulonoti. Bemalol kelib, tarvuzlardan xarid qilsanglar bo'ladi. Like bosib tarqatib qo'yinglar. Yarimtasini ham sotamiz. Masalani.